Bugun sotuvda yaxshigina yuk tashib biladigan va yaxshigina pul ishlab bo'ladigan Gazel mashinasini topib qo'ydik. Mashinamizning yili 2009-yil, uzunligi 3 metrlik, orqasi qo'shbalon, oldini esa bittalik. Balonlarning holatiga qaraysiz, juda ham yaxshi holatda turibdi. Orqasini yangisiga almashtirdim dedilar. Titan gaz balonlar o'rnatilgan. Mana bu mashinamizning orqa holati, usti tentlik bo'ladi, orqasida ham juda ham kattagina joyi bor. Mashinamizni motorga keladigan bo'lsak, sotka motor bo'ladi. Buni qaranglar, shuna chang holatda turibdi. Atiga mashinamiz 52 ming kilometr yurgan. Mashinani eshigini ochib yopishiga ahamiyat berasa, juda ham yaxshi holatda turibdi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, apshkalari, bu yerlar material, steniklari ham juda ham yaxshi holatda turibdi. Tomlariga ham ahamiyat berasiz. Ko'rib turganingizdek, atiga 52 ming kilometr yurgan. Salon qismi ham juda ham shinam, magnitofonlar bor. Xullas mashinamiz shinam holatda. Xullas mashinamiz juda ham yaxshi holatda saqlangan. Benzinga ham, gazga ham bemalol haydab yursangiz bo'ladi. Narxini egalari $10.500 dedilar. Mashinani keling, ko'ring, ustingizga ko'rsating. Agar sizga yo'qsa, yana kelishtirib beradilar.